Bugun Qarshi xalqaro universitetida talabalar assotsiatsiya sayloviga ovoz berish rasman boshlandi. Siz kimga ovoz berdingiz? Bu saylovda kim yutadi? Menimcha o'sha Asal opa yutsa kerak. Kim? Asal opa. Asal opa bugungi saylovdan ko'nglingiz to'ldimi? Ha, to'ldi. Hammasi ochiq va shaffof bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Ya'ni sizni kimdir majburlamay shunga ovoz berasan dedimi yo'q? Yo'q, o'zim xohladim. O'z